Aka Gazablok bez отходный biznesni bekorga aytmaydi. Nimaga desangiz, aka bez отход deganda ustidan chiqadigan отходlar bo'ladi-ku. Aha. O'shalarni ham ishlab chiqaradigan 0,9 sm, 12 sm, 25 sm ikki dona g'ishtlarni chiqaradigan ustanovlarni qilib qo'yamiz, ruchnoy. Buni aka elektronniy desa, elektronni ham qilib beraveramiz. Buni ishlash jarayonini ko'rsatadigan bo'lsak aka sizga, bunkerchamizni olib kelamiz, solamiz отходimizni. Отходimiz mana shu holatda bo'ladi. Yarim holatdan bir to'liq holatdan solinaveradi, farqi yo'q uni. Ortiqcha отход aka mana qanday sursa, o'zi olib chiqib ketadi. Bu yerda tekis qoladimi? Bu yerda tekis qolgan hisobiga aka mana uni tushiramiz. Qopqoq yopildi. Qopqoq yopildi. Buni olamiz. Uji tayyor. 9, 12, 25 sm g'ishtimiz tayyor bo'ldi hisobda. Buni shunday tushiramiz. Ilyagimizni ilamiz va shunday qilsak, temirni ustida 2 dona biz aytgan razmerdagi g'ishtlardan chiqib keladi aka. Отходdan pul deb bekorga aytmaydi. Qoyil mana. Azizlar, vodiyda usta akalarimiz xitoyliklarga dam beryapti. O'zingizlar bitta baho berib, like bosib ketishni unutmanglar. Nech pulgacha sof daromad qilish mumkin? Bir kunda aka 200 ming so'mdan 400 ming so'mga sof daromad qilish mumkin. Hozirgi kunda endi 200 ming so'mdan sof daromad qila oladi xohlasa. Sezon tanlamaydi bu biznes. Yo'q, xudo o'zi umuman sezon tanlamaydi. Juda yaxshi. Azizlar, bu nima ekan deganlar bo'lsa, mana hozir usta akamiz buni ham kengroq tushuntirib beradi. Buni vazifasi nimadan iborat aka? Aka, bunimiz vazifasi, xo'p, qurilish sohasida ishlatilayotgan shu gazoblok g'ishtlarni avtomatik kesib berish vazifasini bajaradi, xudo xolasa bu stanogimiz. Bu stanogimiz aka Namangan, Andijon territoriyasida xudo xolasa yangilik bo'ldi. Qo'qon, Farg'ona tomonlarda chiqadi, lekin Qo'qon, Farg'ona tomonlaridan ham ko'ra, xo'p, nisbatan qulaylik ko'proq bo'ldi, xudo xolasa. Namangan, Qo'qon, Farg'ona tomonlarida mana halqalarimiz siljitib razmer qo'yiladigan bo'lsa, bu reskamizniki hamma razmeri bir joyda turadi. Shablonda tortib metrlash shart emas, xudo xolasa. O'sha razmerlarga tayyor o'tkazib svarkalab qo'yganmiz nasib bo'lsa. Yaxshi. Oldingi reskalarga nisbatan vallarida ham farq bor ekan buni. Oldingi reskalarga nisbatan ancha farqi bor aka. Oldingi reskalarimizda, yasab bergan reskalarimizda bir vallik bo'lgan. Xo'p, ko'p reklamamizda ham chiqqan bo'lish kerak. Unaqa reskalarimiz ham bir vallik, bir tomonga tortib aralaydigan bo'lgan. Ya'niki bir vallik deganda. Bunda xudo xolasa 4 vallik, ya'niki Altay Stroy Mash bilan pashta birga bir ishlangan reskamiz. Bu ikki tomonga tortib aralaydi, xudo xolasa. Qulayligi, xo'p, g'ishimiz qotib qolish hisobi bor nomiga, qotib qolish hisobiga turbalik reskalarimizda sal qotib qolsa, g'ishtni bir tomonga tortgan hisobiga qolipdan ko'chib qolyapti ko'p joylarda. Ashni hisobiga mana ikki tomonga tortib aralash hisobiga kamroq, xudo xolasa, bateriya bo'lish, yo'q, diagonal qochish degan narsalar bo'lmaydi. Ish unumdorligi yuqori darajada bo'ladi. Ish unumdorligi ancha, xudo xolasa. Endi bu hozir 220 ga uyimizda 220 bo'lgani uchun shitlarni o'rnatmadik. 380 shitlar bo'ladi o'zini. Xo'p, 380 shitlarda ham aka bitta knopkani bosib qo'ysa, o'zi tushib chiqib kesib qo'ya oladigan ham qilib beraveramiz. Xohlasa bitta odam mashina turib kesadigan ham qilib beraveramiz. U narxlarida, unaqa narsalarda umuman raznica qilmaydi ko'pdan. Bir xil narxda bo'ladi, xohlasa. Juda yaxshi. Xo'p, ana endi bunga qanaqa turdagi qoliplar ketadi va qoliplari nech puldan bo'ladi aka? Aka, endi bunga ketadigan qoliplarimiz 12 talik manaqangi. Xo'p, relsga moslangan taglari 8 ga to'la 2 stenkali profillar, bortlarimiz 5 ga 3. Xo'p, aka, qolip sohasida yana jitcha mashi o'zimizda territoriya bo'yicha yangilik qilib qo'yganmiz. Zasholkalarni ham original, boshqacharoq zasholkalardan qo'yganmiz. Uni qulaylik tomoni ko'rishingiz mumkin. Bu zasholkani bitta ochsak, mash razmerda qotadi baribir. Iloji yo'q, yana shu yerga keladi. Endi mono zasholkani ochadigan bo'lsak, xohlasak, hop, qisqartirib, xohlasa uzaytirib, xohlagan razmerga, ya'niki mana qismay qoladigan darajaga kelib qoladigan bo'lsa, buni som nomiga qisib qo'yadigan bo'lsa, yana shu joyiga olib kelib qo'yadigan holatlari bo'ladi reskamizda. Qulaylik tomonlari bor shunaqa, xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, endi qoliplarini narxi ham muhimda. Nech puldan chiqadi aka qoliplar? Aka, relsli qoliplarimiz bor. 230 dollardan chiqadi. Haqiqiy relsga moslashtirilgan yaxshi qoliplarimiz. Qoliplar asosan aka o'zi asli 180 dollardan boshlanadi qoliplar. Ko'rinishi bir xil, ishlash sifati har xil bo'ladi. Mana shu qolip 230 dollar bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rsatishingiz mumkin. Shu bilan bir xil qolip 180 dollar. Ko'rinishi bir xil. Ko'rinish bilan ajrata olmaydi. Endi buni hop sizni kanalingiz orqasidan kelgan muxlislar, klientlarga xudo xolasa keladigan bo'lsa, batafsil qanaqa materiali, nimasida farq bor, hamma yo'g'ini tushunchasini beramiz, xudo xolasa. Juda yaxshi.
Lekin buni sifatida farqi bor ekan. Akamiz o'zi tushuntirib beraman deyapti. Aka, yana nimalarni tavsiya qilamiz? Aka, xo'p, bunga endi bundan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, $6,500, 6,000 $6,500 atrofida buni chiqarganimiz. Mana shunaqangi zasholkalik qo'yib berilgan qoliplarimizdan 10 dona bo'ladi, tayyor g'ildiraklar bilan birgalikda. Mhm. Mana bunaqangi rushnoy arra shablonini ham qo'shib beramiz. Mhm. Bochka 2 tonnalik bochka qo'shib beriladi. Shablon bochka qo'shib beriladi 120 litrlik. Shablon bochkamizda ham 2 ta ten, suvdatchik, hamma yo'q birgalikda. Mana bunaqangi korobka, nasoslar. Tenlarimiz ham 4 ta, yangi holatdagi ishlatilmagan tenlardan beramiz, originaldan xudo xolasa. Mhm. Xo'p, tepa bochkalarimiz montajlar bilan tayyor holatda bo'ladi. Suv montajlari bilan tayyor bo'ladi. Bochkalarimiz 2 tonnalik. Va unga ketadigan 220-380 ga bemalol ishlaydigan mishalkalarimiz. Mishalkalarimiz ham motorlari aka yangi korobka holatda bo'ladi. Korobkasini ham qolipimiz ustiga qo'yib qo'yamiz. Mana shu motorimiz korobkasi. Mhm. Korobka holatda bo'ladi. Bu motorimizdan ko'rishingiz mumkin 220 ga 380 ga ham xotirjam mana shu 6 ta boltga ekan bo'shatadi. Hech aylantirsa bo'ldi. 220 ga 380 ga o'taveradi. Mhm. Endi aka yangi motor qo'yayotganimiz sababi eski motorlarda ko'pincha val qiyshirish holati bo'lib qolyapti. Bu yerda tekshirmasdan olib boradigan bo'lsak, hop, vibratsiya berib mishalkamizga sal ishlash jihatini nosozroq qilib qo'yyapti. O'sha hisobiga yangi, faqat yangi narsalar qo'yilyapti. Mhm. Eng zo'r tomoni aka, ruchkalarimiz ham manaqa bo'ladi. Quyayotgan odam ham qiynalmaydiganidan bo'ladi. Oldin manidan qo'yardik ruchka kichkina qilib. Bunaqa ruchkalar bo'lmasdi, buriladigan g'ildiraklar. Hozir xudo xolasa takomillashtirib hammasini jicha rasxoddan ketgan holda shunaqa narsalarni qilib qo'ydilar hozir. Qulaylik yaratyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Manazlar bemalol bitta odam tortib, foydalanib yursa bo'lar ekan mishalkamizni. Xo'p, endi aka bu qoliplarni ham tanishtirib o'tsak, qanaqa qolip bular? Aka, endi bulardan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, aka endi eng kattasidan ketdik, $6,000-$6,500 ketyapmiz. Aha. Endi bundan nisbatan kichkinaroqni tanishtirib o'taylik undan. Mhm. Birodalar hammasini eng oxirgisida $1,200 komplektini tanishtirib o'tib ketamiz. Aha, juda yaxshi. Hozir bu xuddi mana shu qoliplardan bo'ladi, relsga moslashtirilgan. Ya'niki tayyor holatda bo'ladi, g'ildirak qo'yilmagan holatda bo'ladi. Rushnoy ishlab turaman degan aka-ukalarimizga 2 dona mana shu qolipimizdan rushnoy shablon arrasi va mana bunaqangi 1 tonnalik shablon bochka, nasosdan aytib o'tganimizdek hammasi bo'ladi. Mhm. $1,500 ga dastavka uстановkasi vodiy ichi bo'ylab tekin. O vohalarga dastavkasi bepul. Chiqarib beringlar, onlayn o'rganaman deganlarga dastavkasi bepul. Endi uстановkasi bilan deydigan bo'lsa, u jicha kelishilgan narxlarda bo'ladi. Nimagaki uстановка deganda boshqa narsa tushuniladi. Dastavka deganda boshqa narsa tushuniladi. Mhm. Shunaqa. $1,500 komplektimiz bu. Mishalkasi bir xil o'sha mishalga ketadi. Mhm. $1,400 komplektimiz ham bor. Qolipimizni tanishtirib o'tdik. Ko'rinishi bir xil. Mhm. $1,400 bu komplektimiz. Buni ham aytib o'tganimizdek, dastavka uстановkasi vodiy bo'ylab tekin, vohalarga kelishilgan holda. Mhm. Endi aka, u 4 tasi birda komplektimiz bor. Bu kichkina qolip bo'lgan bilan ancha vazifani bajaradigan narsa bu. Mhm. Ham gazoblok, ham gipsoblok, polistroblok, haqiqiy pena blok vazifasini ham bajaradi, quyish vazifasini ham bajaradi bu qolipimiz. Mhm. Xo'p, komplektimizga kelganda $1,200 ichiga 3 ta dona mana shunaqa universalniy qolipimiz. Sharnirlar 3 tadan 6 ta. Tagidagi profillar ham qalin profillardan qo'yilgan bo'ladi va mana bunaqangi yevrolashtirib profillar hammasi profildan bo'ladi. Xo'p, bundan 3 dona, bundan mishalkamizdan 1 dona minilashtirilgan gazoblok quyish uchun va mana bunaqangi 70 litr 2 ta dona ten, suvdatchik, krannik hamma yo'q birgalikda bo'ladi. 200 litrlik bochkasi bilan birgalikda. Mhm. Bunimiz $1,200 aka. Endi men gipsoblok ham quyaman degan insonlarga pena generator, mana bunaqangi korobka holatdagi kompressor, mikser, rastvorniy bochkasini qo'shib beramiz. $1,500 bo'ladi bunimiz. Mhm. Komplektimiz ichida. Juda yaxshi. Xo'p, endi aytaylik aka. Buni boshida hisob kitobini qilib berdik. Nechta odam ishlaydi mana shu komplekni o'zida? Aka, bitta odam ishlaydi bunga. Bitta odam ishlaydi. Bitta o'zi ishlayveradi bunga. Bu qanchada quyib qo'yadi? 200 litr suvni isitib bo'lgandan keyin bo'ldi. Yarim soatda quyib qo'yadi ushta qolipga. Eng uzog'i yarim soatda quyib qo'yadi. Aha. U keyin 4 soat o'tiradi buni kutib. Ta qurishini kutadi. Ha, qurishini kutadi. Ha, bir kunda necha komplekt aylantiradi? Aka, hozirgi kunda 1 marta aylantira oladi. Yozgi kuniga 2 marta, eng oshib ketsa 3 marta aylantira oladi xolos. Haligi
hozirdan 3 marta aylantirasiz, 2 marta aylantirasiz, u bo'lmagan narsa. Mana shu ishni ichida anchadan beri yuramiz, xudo xolasa. Haligi qochish hisobi sekin baribir. Baribir Hozirgi sekin bo'ladi. paytda. Yozda hisobiga jicha tezlashadi issiqda hisobiga. Juda yaxshi. Mana shu issiq paytga qarab daromadini ko'paytirsa bo'ladi. Daromadini ko'paytirsa bo'laveradi bemalol. Juda yaxshi. Xo'p, yana nimalar qoldi aka? Aka, komplektimiz 1,5 ming, 1400 dollarlik komplektlarimiz tanishtirildi. Buni aka bir vallisdan qilib ber degan insonlarga arzonroq variant ham chiqazib beramiz buni. Buni ham arzonroq. 4 vallikni hisobiga ham rasxod ko'proq bo'ladi buni. Ham ishi sal murakkabroq. O'shani hisobiga sal qimmatroq chiqadi bu riskamiz. 1 valliga nisbatan 1 valli arzonroq chiqadi. Endi aka gazoblok bez отходный biznes deganiga xo'p, yana ham xudo xolasa takomillashtirilgan holda mana bunaqangi ruchnoy yoki press g'isht chiqaradigan stollarni ham qilib qo'yganmiz. Gap. Bundan 2 dona g'isht chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Deqsa g'ishtimiz chiqib kelaveradi. 9, 12, 25 razmerdagi 2 dona g'ishtimiz chiqib keladi. Gazoblokning ustidan chiqayotgan отход u. Bekordan bekorga yo zasipkaga yo musorga tashlab yubormasin. Mana shunaqani chiqarib, donasini 700 so'm sotadi, 1000 so'm sotadi. Sotib chiqarib qo'ysa, xudo xolasa, ustida musorini ham pul qilib qo'yadi. Gap yo'q. Mana akalar, o'zimizni vodiylik usta akalarimiz xitoylik ustalarga dam beradi deb bekorga aytmaymiz. Ko'rishimiz mumkin. Отходdan ham daromad qilishinglarni, sizlarning sharoitinglarni o'ylagan holatda yangiliklarni yaratib qo'yibdi. Albatta, bitta like bosib turinglar, biz davom etamiz. Endi Ibrohimjon aka, ko'pchilik mana shu eng minilashtirilgan qoliplarimizni ham savol-javob bo'lib qolyapti. Hop, 200 litrli bochka hech qancha qolib ketmay qoladi-yu, sal keyinchalik ko'paytirilgandan keyin deb qolishyapti. Hop, 200 litrli bochkamiz 4 ta dona qolipimizga yetadi. Shablon bochkasi bilan birgalikda 4 ta dona qolip ketadi. Agarda 10 ta, 20 ta qolip qo'shib olaman deysa, yo 1 tonnalik yo 2 tonnalik suv yo'ngisi qo'shib beramiz. Ularning ham narxlari kelishilgan holatda bo'ladi. Bitta mana shu bochkasi o'zgaradi xolos. Qolgan mana bochkasi ham mishalka hamma yo'q, o'z joyida qoladi. Bemalol 30 ta, 100 ta qolipga ham uspet qilaveradi. Suv yo'ngisini kattartirsa bo'lsa. Juda yaxshi. Xo'p aka, misol bu sohani bilmaganlar bo'lsa, onlayn degan gapni ishlatib ketdingiz. Telefonda ham tushuntirib beraverasizmi? Aka, xotirjam. Video vizit qilsa, video vizitdan qancha nima qo'shiladi, necha sekund aylantirilyapti, necha minut aylantiriladi, hammasini tushunchasini berib, video vizitdan quyib ham biz ashi oldida turgandek chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qo'limizdan keladi bunaqa narsalar chiqarib berish, boshqa qilish. Yo'q, menga o'sha живой ko'rmoqchiman, o'zingiz kelib qo'yib bering deydigan bo'lsa, shaxsan o'zim boraman, xudo xolasa. Nimagaki usta ham o'zimizmiz, ustanovchiga ham o'zimizmiz. Shaxsan o'zimiz borib, ustanovka qilib, o'rgatib berib kelamiz. Juda yaxshi. Azizlar, mana bugun sizlarga qo'ldan kelgancha xohlasanglar gazoblok, xohlasanglar pena blok, xohlasanglar polistira blok ishlab chiqaruvchi uskunalarni qisqacha ko'rsatib o'tdik. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, mana usta akamizning nomerini ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, sizlarni qiziqtirgan savolinglarga javob olsanglar bo'ladi. Manzil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman, Qo'g'ay qishlog'i. Qo'g'ay qishlog'ida. Akalar, albatta videoga like bosib, shunaqa qiziqarli biznes qidirib yurgan yaqininglarga videoni ulashib qo'ysanglar, albatta ular uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Aka, rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Baraka bersin. Yaxshi deb ko'rishaylik.